Murog'izat xo'p hosildan bag'ribon bo'lish chamandir. Dilda to'yib vatan mehri yurt haqida o'ylaymiz. Shu boisda uning madhiga to'yib toshib kuylaymiz. Renessansni tayyor qilamiz emas, biz g'oya olyapmiz. Buyuk bobolarimizga munosib bo'lib, shunga poydevor qo'yishga ish qilyapmiz. O'sha poydevorning bittasi shu: maktabgacha ta'lim, maktab, oliygoh, ilm. Dinorasin katta bo'lganingda kim bo'lmoqchisan? Men dizayner bo'lmoqchiman. Shu dizaynerlikka qiziqqanim uchun, chiroyli eskizlar chiza olganim uchun dizayner bo'lmoqchiman. O'zing kim bo'lmoqchisan? O'qituvchi bo'lmoqchiman. Menga bu ulug' deb gapirlar. 30 yildan beri pedagoglar o'sha dalaga, obodonlashtirishga, boshqa ishlarga, kasbga, tashqari masalalarga jalb qilishdagi og'riqlarimiz. O'zbekiston sharoitida bugundan boshlab eng hurmatli, e'zozli inson muallim. Kuni kecha 19-mart O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 51-sonli farmoni chiqdi. 2025-yil 1-sentyabrdan boshlab umumiy o'rta ta'lim tashkilotlari direktor lavozimi bazaviy tarif stavkasi 20% ga, umumiy o'rta ta'lim tashkilotlari direktori o'rinbosari lavozimining bazaviy tarif stavkasi 15% ga oshirildi. 2026-yil 1-yanvardan boshlab umumiy o'rta ta'lim tashkilotlarining direktor jamg'armasi mablag'lari hisobidan direktor va uning o'rinbosarlariga faoliyat samaradorligi ko'rsatkichlari natijasiga ko'ra bazaviy tarif stavkalari tegishlicha 20 va 10% miqdorda har oylik ustamalar belgilandi. Bundan ko'rinib turibdiki, endi maktab direktorlari 10 million, 12 million oylik maosh oladi. Bu maktab direktorlari uchun tarixiy voqea bo'ldi. Muhtaram yurtboshimiz tomonidan o'qituvchi va murabbiylarning maqomini, qadr-qimmatini yanada yuksaltirish davlat siyosatining muhim yo'nalishiga aylangan. Mamlakatimizda maktab ta'limini rivojlantirish umummilliy harakatga aylangan. Muhtaram yurtboshimizning pedagoglarga, maktab direktorlariga qilayotgan g'amxo'rliklari ta'lim, tarbiya tizimini yanada ravnaq toptirishda xizmat qiladi. Biz pedagoglar, maktab direktorlari, muhtaram yurtboshimizga har jabhada yelkadoshmiz. Sinf o'qituvchilari uchun belgilangan 8,5 ming soatlik o'quv dasturining qariyb 3 ming soati 30% dalada majburiy mehnatda o'tdi degani emasmi? O'zimni mojiyning bag'riga urdim va shu on shukrona aytib qaytdim. Men kimdir ko'rmay ketgan baxtimni ko'rdim, kimdir aytmay ketgan so'zni aytdim. Meni kutayotir ajib kelajak, u mening iqbolim, mening baxtimdir. Men ko'rmagan baxtni kimdir ko'rajak, men aytmagan so'zni aytacak kimdir. Yil o'tadi, 15 yil o'tadi, 20 yil o'tadi. Hozirgi 1-sinfdagi bolamiz albatta Ulug'bek bo'ladi, Ibn Sino bo'ladi, Biruniy bo'ladi. Men bunga albatta ishonaman. They are equal and they are. So inside England. Uddalolsak, jamiyatimizda vaziyat o'zgaradi. Uddalolsak, boshqa maktablarga ham mana shu aniq fanlarni berish bo'yicha metodika paydo bo'ladi. Adolat bilim bilan o'lchansa, o'shanda biz rejalarimizni amalga oshiramiz.